Assalomu alaykum aziz do'stlar, Sanur kanaliga xush kelibsiz. Bugungi darsimiz bizda 20-dars, kitobimiz Workbook. 23-betni ochsangiz, u yerda bizda 8 va 9 vazifalarimiz bor. Biz bularni birgalikda bajarib ko'ramiz. Qani ketdik. 8 vazifamizda bizda 4 ta rasm berilgan. Biz bu rasmlarga qarab savolga javob berishimiz kerak bo'ladi. Men sizga oldindan savollarni yozib qo'ydim. Hozir endi o'qib javob berishga harakat qilamiz. Birinchi bizning rasmimizga e'tibor bering. Birinchi rasmimizda bizda bitta qizimiz chizilgan. Qizimiz o'ynayapti qum bilan va savolimiz turibdi. Is she old? Is she old? Ya'ni so'rayaptiki, u qarimi? Qizimiz rasmdagi qarimi yoki yo'qmi? Qizimiz qari emas, kichkina qizga o'xshab turibdi. Shunga javobda aytilyaptiki, no, yo'q, she isn't. U qari emas. Agar rasmda kichkina qiz emas, yoshi katta bitta ayol turganda, unda aytardiki, ha derdik, yes, she is derdik. U qari derdik. Lekin bu yerda qizimiz kichkina, shunga javobi ham no, she is not bo'lyapti. Ikkinchi savolimiz. Are they ugly? Are they ugly? Ya'ni ular xunukmi? Gullarimizga e'tibor bering, juda ham chiroyli gullar chizilgan va savolimizda so'rayaptiki, ular xunukmi deb. Rasmimizda chiroyli gul chizilganligi uchun biz aytamizki, yo'q deymiz, xunuk emas deymiz. Yo'q nima bo'ladi ingliz tilida? No, they aren't. No, they aren't. Yo'q, ular xunuk emas. Uchinchi rasmimizda kim chizilgan ekan? Bizda itimiz chizilgan. Xursand turibdi, itimiz kulib turibdi. Savolimizga qarang. Is it happy? Is it happy? Ya'ni u xursandmi? Itimiz rasmda juda xursand turibdi va javobda aytishimiz kerakki, ha, u xursand deyishimiz kerak. Ya'ni yes, it is. Yes, it is. Ha, u xursand. Agar xursand bo'lmaganda biz aytardikki, no, it isn't derdik, Yo'q, u xursand emas derdik. Bu yerda u xursand turibdi, shunga javobi yes, it is bo'ladi. 4-rasmimizda bizda bolamiz chizilgan. Qarangida qo'lida varraga turibdi. Ko'chada uchirmoqchi varragini, lekin ko'chada yomg'ir ketyapti ekan, shunga uchira olmayapti. Va savolimiz shunaqa ekanki, qarang. Is he sad? Is he sad? U xafami? Rasmdan ko'rinib turibdi, bizda bolamiz xafa turibdi. Sababi ko'chada varragini uchira olmaydi. Javobda ha, u xafa bo'ladi. Yes, he is. Yes, he is. Ya'ni ha, u xafa. Tushunarli. Sizning vazifangiz endi daftaringizga mana savollarni yozib olish va javobini ham yumaloq qilib olib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Tushunarli. Savollarimiz mana bu yerda berilgan. 1, 2, 3 va 4. Va javobini yumaloq qilib qo'ysangiz bo'ladi. 9-vazifaga o'tishdan oldin videoroligimizga like-ni bosib qo'ying, kanalga qo'shiling. Mana esa 9-vazifaga o'taman. Agar bizni Telegram kanalimizda topolmayotgan bo'lsangiz, Telegram ilovasiga kirib, mana bu joyga bosib, Sanur maktab deb tersangiz, bizning Telegram kanalimiz chiqib keladi. 9-vazifamizda bizda bitta katta rasm berilgan ekan. Biz bu rasmga qarab, pastdagi savollarga javob berishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni, birinchi savolimizga e'tibor bersangiz, yozilyapti. Is it beautiful? Is it beautiful? U chiroylikmi deb berilyapti. Birinchi rasmimizda bizda qarg'amiz chizilgan ekan. Javobini ham oldindan yozib qo'yibdi. Yozishibdiki, nima deyishibdi? No, it isn't. No, it isn't. Yo'q, u chiroyli emas deb javob berilgan ekan. Xo'p, endi ikkinchisiga biz o'zimiz javob berib ko'ramiz. Savolimiz are they happy? Are they happy? Tarjimasi ular xursandmi? Rasmga e'tibor bering, bizda ikkita bolamiz chizilgan. Varragi ularni qayerga? Daraxtga ilinib qopti. Ikkalasi xafa bo'lib turibdi. Ya'ni savoligimizga ular xursandmi bo'lsa, biz yo'q, ular xursand emas deymiz.
yo'q degan ingliz tilida no. Keyin mana bu so'zimizni yozamiz. They degan so'zimizni yozamiz. They deymiz. Keyin mana are degan so'zimizni yozamiz. Aren't deymiz. No, they aren't. Yo'q, ular xursand emas. 3-savolimiz bizni is it ugly? Is it ugly? U xunukmi? 3-rasmimizda bizda juda ham chiroyli bitta qushimiz chizilgan ekan. Qarang, pushti rangda va savolda so'ralyapti. U xunukmi deb. Yo'q, u xunuk emas, u chiroyli ekan bizda. Demak, javobda biz yo'q, u xunuk emas deymiz. No, it isn't. It isn't. Tevasida javob turibdi. Tevas bilan bir xil qilib yozib qo'yapman. Yo'q, u xunuk emas. 4-si are they old? Are they old? Ular qarimi? 4-rasmimizda bizda kim chizilgan ekan? Yoshi katta bitta buvi bilan bitta bobo chizilgan ekan, ya'ni opadamiz chizilgan. Ikkalasi ham yoshi katta. Shuning uchun savolimizga ular qarimi degan savolga biz ha, ular qari deyishimiz kerak. Yes, ha, yes. Ular bizda mana bu yerdagi so'zimiz they. Yes, they are deb qo'ysak bo'ldi. Yes, they are. Ha, ular qari. 5-si bizda savolimiz are they young? Are they young? Tarjimasi ular yoshmi? 5-rasmimizda bizda ikkita chaqaloq chizilgan ekan. Ular bizda yosh, shuning uchun javobda ham ha, ular yosh deymiz. Ya'ni 4-javob bilan bir xil bo'ladi. 5-si yes. Yes, they are. Ha, ular yosh. Oxirgisi 6-si bizda are they sad? Are they sad? Ular xafami? 6-rasmimizda bizda ikkita qiz chizilgan. Ikkalasi ham xursand turibdi, kulib turishibdi. Shuning uchun javobimiz bizda yo'q, ular xafa emas deymiz. Yozamiz, no deymiz. They deymiz, yo'q, ular aren't. Yo'q, ular xafa emas. No, they aren't. Mana bu joylarni o'chirib tashlayman. Sizning vazifangiz hozir buni chiroyli qilib daftaringizga yozib olish va bu darsimiz 1-chorakni oxirgi uy vazifasi bo'lib qoladi. Men sizni tabriklayman. Biz 1-chorakda juda ham ko'p narsani o'rgandik, har xil so'zlarni o'rgandik, vazifalarni bajardik. Qiyin bo'ldi orasida, oson bo'ldi. Lekin mana 1-chorakni ham shu bilan tugatib oldik. Endi bizning darslarimiz 2-chorakdan chiqib keladi. Agar uy vazifalarini o'z vaqtida, hattoki oldinroq olmoqchi bo'lsangiz, bizning Telegram kanalimizda premium kanalimiz bor. Siz u yerga obuna bo'lganingizdan keyin barcha darslarni, ya'ni ona tili, ingliz tili, rus tili va matematika darslarini ertaroq olib olasiz. Yangiligimiz qanday qilib qo'shilib olishingiz Sanur maktab kanalimizda yuklanadi. Xudo xolisa 3-noyabrgacha biz u yerda e'lon qilamiz. Sanur maktabga obuna bo'lib qoling, qo'shilmoqchi bo'lsangiz, u yerda batafsil ma'lumotni olasiz. 2-chorakimizda ko'rishguncha xayr.